Xalq ta'limi tizimidagi eng yaxshi veb-saytlar respublika ko'rik-tanlovidagi ishtiroki esa Anoraga chinakam muvaffaqiyat olib keldi. Unda o'zi yaratgan sayt bilan ishtirok etgan qahramonimiz eng yaxshi o'quvchi veb-sayt yo'nalishi bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan 2014-yil aprel oyida bo'lib o'tgan yilning eng yaxshi o'quvchisi veb-saytida o'z saytim bilan ishtirok etdim va g'oliblikka erishdim. Ustozim informatika fanlari o'qituvchisi Sobirjon Alimqulov zarur paytda o'z maslahatlarini berib bordilar. Bu yutuq menga juda ham katta mas'uliyat yukladi. Bundan keyin ham o'z tengdoshlarimga namuna bo'lishga harakat qilaman. Albatta, o'quvchining muvaffaqiyatga erishishida unga ta'lim tarbiya bergan ustozlarning o'rni alohida ahamiyatga ega. Shu jihatdan Anoraning ham bunday yutug'ida maktab jamoasining, o'qituvchilarning xizmatlari beqiyos. Intilganga tole yor deyishadi. Darhaqiqat, bugun o'qiyman, izlanaman degan yoshlar uchun har bir sohada keng imkoniyatlar mavjud. Faqatgina ulardan oqilona foydalanilsa, Anora kabi iqtidorli yoshlar soni ko'payaveradi.